Hörmətli Şərq Türkistanlıq qeyrindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısında görüşünlərni qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Hindistan Xitayning Arunachal Pradeshdagi yerlarining ismlarini o'zgartirish qilmishiga qarshi turdi. Reuters xabar agentligining 14 may kunidagi xabariga qaraganda, Hindistan çarşamba kuni Hindistanning Osiyodagi qo'shnilari bilan chegariladigan Arunachal Pradesh o'lkasidagi joylarning nomini o'zgartirishni rad qilib, Himalaya zaminining Hindistonning ayrilmas bir qismi ekanligini qo'shib qo'ydi. Beijing ilgari Arunachal Pradeshdagi joylarning nomini o'zgartgan bo'lib, bu masala ikki davlat o'rtasidagi munosabatni keskinlashtirgan. Bo'libmi 2020-yili chegaradagi boshqa joylarda yuz bergan ajallik harbiy to'qnashuvdan keyin munosabat keskin nacharlashgan. Oldingi yili oktabrda ular Himalaya tog'ining g'arbidagi 4 yillik harbiy tirkishdan chekinish to'g'risida kelishim hosil qilib, askar chekindirgan. Xitoy diplomatiya ministrligining bayonotchisi Lin Jian muxbirlarni kutib olish yig'inida Beijingning Xitoyning egilik huquqi ostidagi Arunachal Pradeshdagi bir qism yer nomlarini qiyinlashtirganligini aytgan. Beijing Zangnan deb atagan Arunachal Pradeshning Janubiy Tibetning bir qismi ekanligida chang turdi. Yangi Dehli bu qarashni ko'p qatim rad qildi. Hindiston tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Randir Jaiswal chorshanba kuni ism qo'yish Arunachal Pradeshning Hindistonning ayrilmas bir qismi ekanligi va mangu saqlanganligini o'zgartirmaydi degan. O'tgan yili 4-oyda Xitoy Arunachal Pradeshdagi 30 atrofidagi joyning nomini o'zgartirishda qilmish qilgan bo'lib, Hindiston buni ahamiyatsiz deb tasvirlagan va bu rayonning davlatning ayrilmas bir qismi ekanligini qayta ta'kidlagan. Hindiston bilan Xitoyning oraliqi 3800 kilometr, ya'ni 2360 ingliz mili keladigan bo'lib, 1962-yili Xitoy bilan Hindiston o'rtasida urush partilgan. Ularning askarlari o'rtasida pat-pat to'qinish yuz berib turdi. 2020-yili 20 nafar hindistonlik va 4 nafar Xitoy askari to'qinishda qazo qilgan. 22 aprel kuni Hindistonning Kashmirdagi hindi sayohatchilariga qaratilgan hujumda 26 odam qazo qilgan. Hindiston bilan Xitoyning munosabatining o'zgarishi Hindiston bilan Pokiston 4 kunlik keskin harbiy to'qinishni oxirlashtirib, necha kundan keyin yuz bergan. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandi 14 may kuni ijtimoiy axborot suhbati X'da buningga imtiyoz qaytirib, Xitoyning imperatorlik taktikasi u ishg'ol qilgan rayonlarning ismini o'zgartirishdir. Masalan, Sharq Turkistonning nomini Xinjiangga, Tibetning nomini Shizangga o'zgartgan va u ishg'ol qilmoqchi bo'lgan rayonlar, masalan, Arunachal Pradeshning nomini o'zgartmoqchi bo'lgan. Bu tarix va kimlikka qarata qilingan hujum. Dunyo chuqur Xitoyning kengaymichiligiga qarshi turish kerak dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandi 6 may kuni Milliyatchi ko'rish kanalining ziyoratini qabul qilib, Ozarbayjonni o'z ichiga olgan Shanxay 5 davlat hamkorligi tashkilotining Xitoyning turli manfaati, Sharq Turkistonning ziyniga qanday qasd qo'shayotganligini, Xitoyning umumyuzlik hamkorlik munosabatining ta'sirini tushuntirib, Ozarbayjon bilan Xitoyning hamkorlik munosabatining Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishining bir parchasi, Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat bo'lganlikdan bexatarlik ramkasi ichidagi hamkorlik ekanligini, albatta bu kelishim ichida Ozarbayjonga o'xshash tarixida Elchibaydek Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llagan, Xitoy bilan hech qanday bir kelishim tuzmagan bir rahbar bo'lgan bir turk davlatining Xitoy bilan kelishimnoma tuzib, turk qarindoshlarining manfaatini oyoq osti qilishining haqiqatan kishini andishiga soladiganligini, hozirgi Ozarbayjon rahbarining Xitoy bilan turli sohalarda hamkorlik o'rnatganligining bizga intayin ziyonli ekanligini, bu ahvolning Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan mustamlika, irqiy qirg'inchilik, ishg'oliyatini qulaylashtirib, mustaqillik ko'rishiga ziyon elib keladiganligini, bu sababdan ularning Xitoy bilan bo'lgan hamkorligini tanqidlaydiganligini, Sharq Turkistonning hozirgi poytaxti bo'lgan Urumchining 80dan 85% kishi bo'lgan nüfusini Xitoyning egallaydiganligini, Xitoyning Sharq Turkistonning bulung puchqoqlargacha hamma yerida Xitoyning nüfusini Urumchidagi Xitoy nüfusini orttirgandekla orttirib, mustamlika qilish niyatini, Shanxay hamkorlik tashkilotining maqsadi MAITI, ya'ni bexatarlik hamkorligining asosiy maqsadining Sharq Turkistonning mustaqillik ko'rishini to'salg'a uchirtish ekanligini, 1996-yili 16 martda Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosining 7 nafar yuqori darajalik katibasining Sharq Turkistonning mustaqilligining oldini olish uchun 10 turlik moddani tuzib chiqib, harbiy o'rlashtirish, ya'ni
Şinjan ishlab chiqarish qurilish atrofidagi yarim harbiy mustamlaka kuchlarini Sharqi Turkistonga o'rinlashtirganligini, Xitoyning siyosatidan foydalanib chet el hukumatlari bilan hamkorlashib, Sharqi Turkiston muhojiratiga singib kirib, mustaqillik harakatini kontrol qilib, to'salg'iga uchratayotganligini, Shanxay 5 davlat hamkorligining maqsadining Xitoyning atalmish bo'lgunchilik, oshqunlik, terrorizm bilan kurash qilish niyatini ishga oshirish ekanligini, bo'lgunchilikka qarshi turashdagi maqsadining Sharqi Turkiston, Tibet, Mongoliya xalqlarining Xitoy bilan aloqasi bo'lmag'achqa, ularni bo'lgunchi sifatida ko'radiganligini, Xitoyning bizni nima uchun terrorchi, oshqun deb qaraydiganligini va bexatarlikka tahdid deb qarshi turadiganligini, Rossiyaning Shanxay 5 davlat hamkorligi tashkilotida 2-chi o'rinda turib rol o'ynayotganligini, jazo lagerlarining 2014-yildan boshlab qurilganligini, Xitoyning jazo lagerlarini qurishdagi maqsadini, Amerika Davlat Mudofaa Ministerligining doklatiga qaraganda 3 milliondan ko'p Uyg'urning jazo lagerlariga qamalganligini, 500 dan ortiq jazo lagerlarining qurilganligini, dokladlarning sizdirilganligini, hamma narsaning oshkorlanganligini, Xitoyning hargizmo tinib ololmaydiganligini, jazo lagerlarining 2014-yildan boshlab 2019-yilgacha qurilganligini, har yili 1.290.000, taxminan jami 7 milliondan 8 milliongacha xalqimizning atalmish qayta tarbiyalash markaziga qamalganligini, Xitoyning insonlarimizni naqsh etib, usul o'ynatqizib, chet el muxbirlariga ko'rsatib, baxtli qilib ko'rsatish uchun ijtimoiy axborot vositalarida tarqatadiganligini, Xitoyning Sharqi Turkistondagi turli zulm sitamlarini, jazo lagerlari va turmalardagi turli vahshiy qirg'inchilik yurgizish usullarini, Sharqi Turkiston xalqining kulturi, tili, e'tiqodining yo'qotilayotganligini, hatto bolalarning kelgusida Xitoy uchun xizmat qilib, Sharqi Turkistonga dushman bo'lish uchun harbiy mashq qildirilib, Xitoyning dushmanlarini yengish uchun yetishtirilayotganligini, buningga qarshi xalqaro jamiyatning tadbir qo'llanmayotganligini, Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 25.000 Ukraina bolalarini elib ketganiga qarshi Putinni tutish buyrug'i chiqargan xalqaro jamiyatning millionlagan bolalarni oilalaridan ayirib etibmi, o'zi bilgunicha davlatlarni sayohat qilib, hamma yerda bemalol yuralaydigan Shi Jinpingga hech qanday inkas bildirmaganligini, buningga qarshi hech bir davlat hukumatlarining tadbir qo'llanmaganligini va buning ikkiyuzlamachilik bo'ladiganligini tafsiliy anglatdi. Amerika prezidenti Donald Trump Amerikaning Afg'onistondagi Bagram aerodromiga ega bo'lganligini aytgan. Vion xabar to'rining 15-may kunidagi xabariga qaraganda, Amerika prezidenti Donald Trump Amerikaning Afg'onistondagi Bagram aerodromiga ega bo'lganligini va voz kechmaydiganligini aytgan. Trump Amerikaning bu rayondagi havo mudofaa iqtidorini ko'zda tutib, Amerikaning Iroq va Afg'onistonga urush qilganida ana sahna bo'lgan 8000 Amerika askarlari o'rinlashgan Qatardagi Al-Udad havo armiya bazasida Amerika askarlariga xitob qilib, keyingi 4 yilda Afg'onistonda bir chekinish bo'ldi. 7 oktyabr kuni Ukrainada urush yuz berdi. Ham qoqboshliq, ham baxastalikdan vahshiyliklar o'tirg'i chiqdi. Biz Afg'oniston ofatlariga uchirmagan bo'lardik. Bo'lmasa biz izzat, hurmat va kuch bilan yo'lga chiqqan edik degan. U Bagram havo bazasining Xitoydan 1 soat yiroqlikda ekanligini ta'kidlab, Xitoyning uni egallab olganligini, hamda o'zining Bagram havo bazasini qo'ldan bermaydiganligini aytgan. Sharqi Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandi 16-may kuni ijtimoiy axborot supisi X'dan Amerika prezidenti Donald Trumpga inkosini bildirib, Bagram havo bazasi Xitoyning ishg'ol qilib olib, xalqiga vahshiy irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Sharqi Turkistondagi yadro qurollari bazasi, ochqushliq havo bazasi, boshqurilgan bomba qo'yib berish asliyalaridan 1 soat yiroqlikda. Bagramni qaytarib olish Beijingning kun sayin kuchayayotgan tahdidi va bexatarlikka qarshi tirishchanligini to'xtatishning strategik ehtiyoji dedi. Psixikamizdagi mustamlikadan qutulish muhim. To'g'ri ong saviya xalqlarni mustamlikadan psixik jihatdan va axloqiy jihatdan ozod bo'lish yo'liga yuzlantirdi. O'zimizdagi mustamlikani qabul qilish psixikasidan ozod bo'lganda, ondan siyosiy ozodlik harakati boshlandi. Chunki mustamlika mahkumlikqa duch kelgan millatlarning ijtimoiy aloqasiga ta'sir ko'rsatib qolmasdan, balki ularning psixikasiga, ro'yiga va vijdoniga qadar ta'sir ko'rsatadi. Shunga siyosiy jihatdan ozod qilish harakatidan ilgari nafsiy, ro'yi va vijdoniy jihatdan ozod qilish va ong saviyani o'stirish harakatini boshlash muhim. Jamiyatshunos mutafakkur Malik Nabiyning fikrlaridan uzundilar. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.